Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun 8-oktyabr 2025-yil. Mana bu joylarimiz oldingi yillarda qilgan joyimiz. Bu yil qilmadik. Shu oldingi yil shu kuzdan boshlab chiqib ketganmiz bu yerdan. Bu yerda o'zimiz qilamiz nima qilishganda, arrendatorlar. Hozir kelsak hech narsa qilmabdi. O'zi ham qilmagan, birovga ham bermagan. Короче, maqsad nima hozirgi videoda? Ya'ni oldingi yillarda mana shu atrofga, Teplitsan atroflariga qamish, g'o'may, har xil o'tlarga gerbisid ishlatganmiz, glifosat to'g'risini. Ana o'shani qamishlarni o'ldirish nimasini o'shanda o'ldirib tashlagandi. Endi keyingi yil chiqadimi yo'qmi, yana video qilamiz degan edim. Hozir kelib nima qildim, qaradim. Endi shu oldingi yildan biri endi kelyapman. Hozir mana ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizda mashatlarda qamishlar o'sib o'tardi. Mana bu mashatlarga, ayniqsa mana shu joylarga sepganman, dorilar mashatlarga sepganman. Mana ko'rib turganingizda chiqmagan. O nariyoqda o'sha qo'lim yetmagan joylar, o'sha yerlarda chiqib yotibdi. Men ancha bo'lib yetib kelmaganman, balkim o'rib tozalab ana qilgandir deb qarayapman. Qamich chiqqanini ko'rmayapman-da, o'rganda ham, boshqa qilganda ham qamichni tagidagi nimasini ko'rmayapman. Mana bular o'rib tozalangan, lekin qamich chiqmagan-da mana. Qamich o'rilgani ko'rinmayapti. Qamich o'rilgani ko'rinmayapti-da mana bu yerda. Mana shu yerlarda dorilar mana shu kamroq sepilgan, mana qamich chiqib yotdi. Mana bu yerlar ham qamich bo'lib o'tardi. Shu yerdan chiqmagan mana hozir. Mana shu yerlardan qamich chiqmagan, qamich o'ldirgan. Mana shular qamich o'ldirgan. Ikki mana bu yerda ana daraxt bo'lardi. O'tirmaydi, maymunjon sifat. Malina. Lapuq-mapuqlar ham bittasi qolibdi. Keyin mana bu yerdagisi bu ham o'li deb ana qo'ydi. Bunaqa o'rmon bo'lib ketmagan. Ko'rib turganingizda bu yerdagi nima yo'q bo'lib ketgan, bu yerdagi nima zo'rg'a turibdi. Keyin mana bu yerdan qamishlar, mana bu yerdagi qamishlar ham o'lib ketgan. Mana shu yerda shunday qamish o'sib o'tardi. Keyin bu yerga suv ham sug'orilmagan, shu atak sug'orilmagan bo'lgan taqdirda ham bahorda suv tushgan, shu suvni o'ziga chiqish kerak edi. Mana shu yerlarga sepilgan, mana oldingi yilda mana o'limtik bo'lib zo'rg'a chiqyapti endi. Короче, 2-3 marta ishlov bilan qamich yo'q qilib yuborsa bo'ladi. Ajriq chiqib yotibdi lekin. Ajriq o'lmasa ekan. Ajriq uncha-muncha. Mana bu yerdagi g'o'may ham eslagan bo'lsalar chiqqan. O'g'antigi o'rs daraxtni yo'qotib yuborgan lekin. Shunaqa. Ancha nima qilingan. Qamishlardan tozalangan yer. Shunaqa. Salamali ham mana ko'rib turganingizda. Ancha endi bu sug'orilmagan, sug'orilsa chiqib ketsa kerak-ku. Atak qamich konkretni qiynabdi. Shunaqa qilib, shunaqa gaplar. Qamichga yaxshi ta'sir qilar ekan, anchagina yo'qotib qamishlarni. Qamishlar yo'q. Atak g'o'may chiqib yotdi.